Million yilda seni yaratdi hayot. Seni qator tog'lar so'rab cho'kdi tiz. Nahot anglamaysan, nahot bilmaysan, axir sen bittasan, yagona yolg'iz, mo'tabar ayollar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ayollarimiz. Muborak kunlarda, muborak oylarda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan Sarosiyo tuman maktabgacha maktab ta'limi bo'limi barcha o'zbekistonlik ayollarimizni, onalarimizni, opalarimizni, singillarimizni sidqi dildan tabriklaydi. Sizga hayotiy quvonch, baxt va kamol, sog'lik, salomatlik, har doimgi ishlaringizga rivoj. Shu bilan birgalikda ta'lim sohasida, umumta'lim maktablarimizda kelajak avlod yoshlarimizga ilm yo'lida birga kamarbasta bo'lib, kelajak avlodni tarbiyalayotgan ayol ustozlarimizni ham tabriklab, ularning oilalariga xotirjamlik, farzandlarining baxtu kamoli, sihat salomatligini tilaymiz. Yana bir bora 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin.